Hammaga salom, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Behruzbek Rajabov. Bugungi rolikda biz Chery avtomobillaridan eng ko'p tarqalgan sedanlardan bittasi Arizalt Pro avtomobilini ikkita komplektatsiyasini bir-biri bilan solishtirib ko'ramiz. Ya'ni eng full komplektatsiyasi Intelligence komplektatsiyasini va o'rtadagi ikkinchi komplektatsiya Comfort pozitsiyasini bir-biri bilan solishtirib ko'ramiz. Videoga like bosib, hozirdan kanalimizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Qani boshladik. Xo'sh, hurmatli do'stlar, qarshingizda Arizalt Pro avtomobilining ikki xil komplektatsiyasi. Birinchisi bu ikkinchi komplektatsiya Comfort deb nomlanadi, ikkinchisi esa Intelligence komplektatsiyasi, ya'ni eng full pozitsiyasi mana shu bo'ladi. Ikkalasini kuzov jihatdan, motor, korobkalari jihatdan absolyutni bir xil, 1.5 turbinali, 147 ot kuchiga ega dvigatel va variator korobka bilan jihozlangan. Asosiy farqlarini video davomida ko'rib chiqamiz. Xo'p. Optikasidan boshlaydigan bo'lsak, Intelligence komplektatsiyasidagi, ya'ni eng fullida LED optika bo'ladi. Comfort pozitsiyasida esa galogen optika bilan jihozlangan bo'ladi. Tashqi ko'rinishlari bir xil, faqat nima deydi? Diska dizaynlari ikki xil farq qiladi. Demak, birinchisida bir taranglik quyma disklar 17 razmerda jihozlangan bo'lsa, ikkinchisida xuddi shu disklar faqat ikki xil podsvetkada, ikki xil rasvetkada bo'ladi. Xo'p, asosiy farqlari tashqi ko'rinishida Intelligence komplektatsiyasida tepasida lyuk bo'ladi. Comfort pozitsiyasida esa bu narsa bo'lmaydi. Xo'sh. Asosiy farqlar endi ichkari qismda. Keling, birinchi, ikkinchi pozitsiyadan boshlaymiz. Xo'p. Xo'p, asosiy farqlardan bittasi bu demak, pult qismi sal oddiyroq, boshqacharoq bo'ladi. Xo'p, salon to'liq kojada bo'ladi. Rullarda obagrevlari bo'ladi. Xo'sh, multifunksionalniy rul bo'ladi. Bunda kruizni kontrol bo'ladi, faqat adaptivniy kruiz kontrol bo'lmaydi. Xo'sh. Optikalari galogenoviy bo'ladi mana. Endi hozir ko'rinmayapti. Tak, 360 graduslik kamera bunda bo'lmaydi. Bunda oldi kamera bo'ladi va orqa parktronikda bo'ladi. Xo'p, richak qismlariga ham e'tibor beradigan bo'lsak, bunda asosan korobkasi richak simon bo'ladigan bo'lsa, Intelligence komplektatsiyasida esa u joystick ko'rinishida bo'ladi. Xo'p. Multimedia qismlarida o'zgarishlar katta emas. Ikkalasida ham почти bir xil. Apple CarPlay va Android Auto'ni bemalol ikkalasi ham podдерживать qiladi. Xo'sh, akustika qismlarida farqi bo'ladi. Demak, akustika bunda ikkita oldida, Intelligence komplektatsiyasida esa full akustika bo'ladi. Xo'sh, bunda farqlardan yana bittasi, bu avtomobilda беспроводной зарядник, ya'ni simsiz quvvatlash funksiyasi bo'lmaydi. Xo'p, podlokotnik tomonlama, boshqa tomonlama deyarli o'xshash bir-biriga. Xo'sh, funksiyalari bunda ham demak eco rejim va sport rejimi bor. Bemalol almashtirib minish mumkin. Nima deydi? Absolyutni bir xil apparat turibdi, bir xil dvigatel va bir xil korobkada jihozlangan bo'ladi. Oldi laboyida ham spirali bor. Demak, bunda oldi qismi ham demak laboylari qiziydi, farsonkalari qiziydi. Xo'sh, bunda slipoy zona qismlari bo'lmaydi. Slipoy zonasi eng full pozitsiyasida bo'ladi. Xo'sh. Demak, sideniyalari elektropaketda emas, sideniyalarini ruchnoy boshqarasiz. Tak, bokovinalari bunda ruchnoy qo'l bilan qayriladi. Bu full pozitsiyasida esa mana shu narsa avtomatik. Xo'sh, hurmatli do'stlar, orqa qismini ham bir ko'ramiz. Orqa qismda o'rtasida mana bara bo'lmaydi. Xo'sh, orqasida obagrev funksiyasi bor, lekin barlari yo'q.